Bu qalbingizga xotirjamlik beradi, sizni baxtiyor qiladi. Begunoh farzandlarning duosi %100 ijobat. Ota-onadan shunchaki haqqimga duo qiling deyishlik emas. Yuqoridagi ikkita instrumentni ishlatgan holatda haqqimga duo qiling deysiz. Eringizni baxtli qilmaguningizgacha hech qachon sizga baraka yaqinlashmaydi. Yuqoridagi mana shu 4 ta sirni mahkam ushlab, qat'iy amal qilishimiz lozim bo'lar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Agar siz bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz yaxshi tomonga o'zgarish uchun, hayotingizni o'zgartirish uchun ilk qadamlarni tashlagan hisoblanasiz va bu bilan men sizlarni tabriklayman. Ko'pchilik bizga savollar yuborgan. Biz o'rganishlar natijasida savollarning umumiy xulosasi o'laroq eng ko'p berilgan savollardan bittasi bo'lgan mavzu, ya'ni baraka sirlari mavzusi haqida gaplashamiz. Baraka o'zi nima? Baraka haqida ko'pchilik har xil tortishuvlar qiladi. Ko'pchilik o'zlari bilib yoki bilmasdan har xil fikrlarni bildiradi. Ammo barakaning asl ma'nosi, ta'rifi ustozlarimiz tomonidan bizga kitoblar orqali yetib kelgan. Baraka degani bu bir narsani pokiza holatda, to'g'ri holatda sizga yetib kelishligi va yetib kelgan o'sha narsa o'zi oz bo'lsa-da, ammo juda ko'p narsaga yetishligi, ya'ni juda ko'p narsaga foyda keltirishligi, sizga o'zi kichkina yoki oz bo'lsa-da juda ko'p yaxshiliklar olib kelganligini baraka deyiladi. Ya'ni bu birinchi o'rinda qalbingizga xotirjamlik beradi, ikkinchi o'rinda hayotingizga baraka beradi, ya'ni ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi. O'zi oz bo'lsa-da, uchinchi o'rinda baraka sizni baxtiyor qiladi. Demak, baraka degani ko'p narsa, katta narsa degani emas. Bu miqdorga bog'liq narsa emas. Baraka o'zi oz bo'lsa-da, ammo juda ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladigan, qalbingizga xotirjamlik bag'ishlaydigan va sizni baxtiyor qiladigan narsaga baraka deyiladi. Yana bitta joyi bor, baraka siz orqali boshqalarga ham yaxshilik yetishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir inson oz miqdorda halol mehnati bilan oylik oldi. Ammo shu oyligi barakali bo'ldi-da, juda ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ldi. Masalan, uni yaxshiliklari juda ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ldi. Faqatgina o'ziga emas, balki u insonning ota-onasi, farzandlari, ahli ayoli va hattoki qarindoshlariga ham yaxshilik yetib borishiga sabab bo'ldi. Va shuni natijasida u insonni qalbiga xotirjamlik kirdi va o'zini baxtli his qildi. Bu siz o'zingiz men baxtli bo'laman hozir deb o'ylamaysiz yoki hozir shuni qilsam qalbim xotirjam bo'lib qoladi deb ham o'ylamaysiz. Aksincha, o'sha halolga kelgan, to'g'ri yo'l bilan kelgan ozgina narsa agar shunga baraka berilgan bo'lsa, shunga baraka kirib qolgan bo'lsa, shu orqali juda ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi va eng asosiysi siz o'zingiz sezmagan holatda his qilasiz. O'zingiz sezmagan holatda, o'zingiz rejalashtirmagan holatda qalbingizga xotirjamlik kirganini, shu ishdan rozi bo'lganligingizni va shu ish orqali baxtiyor bo'lganligingizni his qilasiz. Mana shu baraka deyiladi. Endi baraka nimalarda bo'lishi mumkin? Biz baraka deganda faqat pulni nazarda tutamiz-da. Yo'q. Aslida baraka hamma narsaga berilishi mumkin. Masalan, pulga berilgan baraka oz miqdordagi pul bilan juda ko'p yaxshiliklarni, juda ko'p xayrli ishlarni amalga oshirishga sabab bo'ladi. Vaqtga berilgan baraka qisqa muddatda butun insoniyatga yoki juda ko'pchilikka manfaati yetadigan yaxshi narsani qilishligingizga aytiladi. Oilaga berilgan baraka sizni oilangizga doimiy ravishda yaxshiliklar, baxt, saodat va ilm kirib kelishiga sabab bo'ladi. Ilmga berilgan baraka sizni ozgina vaqtda yoki ozgina ilm bilan juda ko'p insonlarga manfaat yetkazishingizga, ko'p insonlarni ilmli bo'lib qolishiga sabab bo'lishingizga yetaklaydi. Yoki farzandga berilgan baraka farzandning ko'pligi bilan emas, aksincha bitta farzand bo'lib, o'nlab, yuzlab farzandlar amalga oshira olmagan yaxshiliklarni qilishligiga aytiladi. Yoki salomatlikka berilgan baraka insonning sog'ligi, salomatligi, uni yaxshiliklariga xizmat qilishligiga aytiladi. Tijoratga berilgan baraka sizni tijoratingiz natijasida o'nlab, yuzlab, minglab insonlarga yaxshilik yetib borishiga, tirikchiligiga, ularni demak dunyo va oxiratda yaxshiliklarga yetishi uchun xizmat qiladi. Pulga berilgan baraka esa yuqorida ham aytdim, yana davom etkazib qo'yaman, ozgina pul bilan ko'p yaxshiliklar qilishingizga sabab bo'ladi. Demak, baraka sonda, miqdorda emas, balki uning qanday manfaat yetkazishi,
qancha insonni qamrab olishi, qanday yaxshiliklarga yetaklab borishida ekan. Endi baraka sirlarini eng asosiylarini ustozlarimiz 3 ga bo'lishadi va bu 3 ta sabab 3 ta narsaga bog'liq deyiladi. Ya'ni birinchisi, demak, baraka sirlarining 3 tasi haqida gaplashamiz va 3 ta sabab 3 ta narsaga bog'liq bo'ladi deydi. Har qanday baraka sirlari 3 ta narsaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bularning birinchisi jismoniy, ikkinchisi moddiy, uchinchisi ruhiy sabablar. Mana shu sabablarga ko'ra baraka sirlari yana eng asosiy sirlari 3 ga bo'linadi. Mana shu 3 ta omilga ko'ra baraka sirlari keladi va bu sirlar juda ham ko'p, ammo bularning orasidagi men sizlarga bugun 3 tasini aytib o'tmoqchiman. Birinchi baraka siri bu erta turishlikdir. Chunki ota-bobolarimiz baraka sirining eng avvali deb erta turishlikni nazarda tutganlar. Kim agar erta uyg'onsa, quyosh chiqishidan oldin uyg'onib, yaxshi ishlarni, amallarni, ibodatlarni bajarib, undan keyin qiladigan ishiga kirishsa, o'sha ishida baraka bo'ladi deydi. Demak, ajdodlarimizning tajribalari, ilmlariga ko'ra barakaning eng birinchi siri bu erta turishlikdadir. Quyosh chiqib bo'lgandan keyin soat 9 da, 10 da, 11 da yoki peshinga yaqinlashib qolgan paytda turgan insonlarning ishi bo'lishi mumkin. Ya'ni ishi amalga oshishi mumkin, lekin u ishda baraka bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir kishi aytsaki, men har kuni soat 10-11 gacha uxlayman, lekin tursam ham baribir pulim yaxshi kelyapti desa, ha, pulingiz ko'p bo'lishi mumkin. Baraka pulni ko'pligida emas, pulingiz juda ham ko'payib ketishi mumkin. Ammo u pulda baraka bo'lmasligi mumkin. Ya'ni u pul sizga yaxshilik olib kelmaydi, qalbingizga xotirjamlik kiritmaydi, yaxshilikka, to'g'rilikka, halollikka ishlatilmaydi va u orqali siz odamlarga foyda, manfaat bera olmaysiz. Pulingiz ko'payib yotaveradi, muammongiz undan ham ko'p. U puldan ko'ra muammongiz ko'p. Yuragingiz siqilib yuradi. Umringiz maishat, kayf safo, bekerak, umuman bemazmun, sizga yaxshilik olib kelmaydigan narsalarga sarflanadi. Va bu eng yomoni, siz mana shu narsani baxt deb o'ylab qolasiz. Xuddi qurbaqa balchiqni hayotning eng go'zal joyi deb bilgandek, o'zingiz qurbaqadek fikrlaydigan bo'lib qolasiz. Ya'ni o'sha balchiqni hayot deb bilgandek, siz yomon ishlarni, pulingiz orqali qilinadigan yomon ishlarni baxt, saodat deb bilib qolasiz va bu sizni halokatingizga sabab bo'lishi mumkin. Aksincha, vaqtli uyg'onsangiz, quyosh chiqishidan oldin tursangiz va mana shu turganingizdan keyin yaxshi ishlarni boshlab, yaxshi amallarni qilib, ana undan keyin o'sha kunlik qiladigan ishlaringizga qo'l ursangiz, ana shunda sizga baraka kelar ekan. Diqqat qiling, ikkinchisi. Bu barakaning ikkinchi siri eng asosiylaridan bittasi hisoblanadi. Bu demak sarflashlik deyiladi. Ko'pchilik shunaqa desak tushunmaydi. Xo'p, nimani sarflashlik? Hozir buni men sizga tushuntirib qo'yaman. Barakaning ikkinchi siri sarflashlik bo'ladigan bo'lsa, demak nimani qachon qayerda sarflashlikni hozir men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Birinchi o'rinda, siz hayotingizga, rizqingizga, boyligingizga, pullaringizga baraka kirishligi uchun avval siz pulingizni yaxshilikka, ihsonga, sadaqaga, odamlarning og'irini yengil qilishlikka sarflashingiz kerak. Ya'ni ustozlarimiz aytadiki, kim bir insonga ihson qilsa, uni joyi 10 barobar, 100 barobar, 1000 barobar qilib to'ldirib qo'yiladi. Ya'ni siz ozgina pulni ihson qilasiz, sizga undan ko'prog'i beriladi va unga baraka kiritib qo'yiladi. Yuqorida aytganimizdek, ana u pulingiz barakali bo'ladigan bo'lsa, siz ozgina pul bilan juda ko'p yaxshiliklarni o'zingiz uchun ham, oilangiz uchun ham ko'p narsalarni amalga oshiradigan bo'lib qolasiz. Ikkinchisi, sog'ligingizga baraka kirishini istasangiz, boshqalarning sog' salomat yurishligi uchun salomatligingizni sarflashingiz lozim. Uchinchisi, demak, baxtli bo'lishni istasangiz, boshqalarni baxtli qilish uchun o'zingizni baxtingizdan sarflashingiz kerak. Ilmli bo'lishni istasangiz, vaqtingizni ilm olishga sarflashingiz kerak. Sizga yaxshiliklar kelishini istasangiz, yaxshilik qilish uchun vaqtingizni, pulingizni, harakatingizni sarflashingiz kerak. Ya'ni siz sarflamasangiz, sizga baraka kelmaydi. Siz sarflaysiz, ana undan keyin sizga baraka, baxt, saodat, boylik, pul kelishni boshlaydi. Yoki bu bironta kasbda bo'lishi mumkin. Bir kasbni o'rganmoqchisiz. Shu kasb uchun pulingizni, vaqtingizni, ruhiyatingizni, ongingizni, ilmingizni sarflaysiz, ana undan keyin u kasb sizga keladi va bu kasbdan siz baraka topasiz. Faqatgina bu kasb halol va to'g'ri bo'lishi kerak. Pul topishingiz mumkin, ammo barakangiz
bo'lmaydi. Demak, bu ikkinchi sabab sarflashlik moddiy sabablarga, moddiy omillarga kiradi. Biz yuqorida aytib o'tdik-a, baraka sirni chaqiradigan 3 ta omil bor. Bu jismoniy, moddiy va ruhoniy dedik. Jismoniysiga erta turish, odamlarga yaxshilik qilish uchun yurib borish, kasb-kor qilish, harakat qilish kiradigan bo'lsa, moddiysiga ehson qilish, sadaqa qilish, odamlarga yaxshilik qilish, qo'shnilarni, qarindoshlarni holidan xabar olishga kiriladi. Moddiy sababni eng birinchi kimdan boshlash kerak desangiz, siz moddiy baraka kelish uchun qiladigan ishlaringizni, ya'ni moddiy ishlarning, moddiy sabablarning eng birinchi o'rnida ota-onangiz turadi. Pulingizni eng avvalo ota-onangizga sarflang. Ularni xursand qilish uchun, ularni rozi qilishlik uchun, ularni baxtiyor qilish uchun sarflang. Ana undan keyin ahli ayolingiz, farzandlaringiz uchun sarflangan pulda baraka bo'ladi. Faqat bu pullar to'g'ri yo'l bilan kelgan bo'lishi kerak. Va undan keyin sizga baraka olib keladigan sirning, ya'ni omilning moddiy jihatdan sarflanishi kerak bo'lgan keyingi o'rnida qarindoshlaringiz turadi. Qarindoshlarga sarflangan pullar shunchalik go'zal pulki, siz bu pul orqali ham barakani olasiz, ham qarindoshingizga yaxshilik qilgan savobiga erishasiz va o'rtangizda muhabbat uyg'onadi. Demak, barakani sirlarini ikkitasini sanab o'tdik. Birinchisi jismoniyga erta turish, harakat qilish bo'lsa, ikkinchisi moddiyga xayr ehson qilish, sadaqa qilish, yaxshilik qilish kiradi. Va uchinchisi, barakani chaqiradigan sirlarning uchinchisi bu ruhoniy hisoblanadi. Mana shu joyga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Jismoniy harakat qiladi, yaxshiliklarni qiladi, pulini sarflaydi, ammo baraka sirlarining eng asosiylaridan biri bo'lgan ruhoniy omilni esdan chiqarib qo'yadi. Bu nima edi? Bu duo qilishlik, yaxshi niyatda bo'lishlik, qalbni pok saqlashlik, insonlarga doim yaxshilikni ilinishlik, o'ziga ravo ko'rgan yaxshilikni boshqalarga ham ravo ko'rishlik, insonlar uchun, xalq uchun, millat uchun, birodarlari, dindoshlari uchun va vatani uchun doimiy ravishda yaxshi niyatlarni, yaxshi umidlarni qilishlikdir. Nima ish qilishidan, nima ishga qo'l urishligidan qat'iy nazar birinchi o'rinda yaxshi niyatda bo'lishlikdir va albatta duo olishlikdir. Yana bitta ruhoniy sirlaridan bittasi bu ibodatda, duoda, zikrda doim yaxshi so'zlar, muloyim so'zlar, insonlarni xursand qiladigan so'zlarni aytishlikda, bajarilishlikda bo'ladi. Duoni eng avval kimdan olish kerak? Birinchi o'rinda duoni ota-onangizdan olishingiz kerak. Ota-onadan shunchaki haqqimga duo qiling deyishlik emas. Yuqoridagi ikkita instrumentni ishlatgan holatda, ikkita sababni ishlatgan holatda, demak, harakat qilib xursand qilasiz, moddiyatingizni sarflab, pul sarflab ularni xursand qilasiz va oxirida haqqimga duo qiling deysiz. Va bularning eng birinchisi ota-onangiz. Ularni rozi qilib, xursand qilib, aytmasa-da, so'ramasa-da doim otajon, onajon, mana bu sovg'ani, hadyani sizga olib keldim deb berasiz va oxirida ularni duo qilishini, duo qiling demasangiz ham sizni duo qilishini ko'rasiz. Undan keyin doimiy ravishda turmush o'rtog'ingiz, masalan, erkak kishi bo'lsangiz ayolingizdan, ayol kishi bo'lsangiz eringizdan duo oling doimiy ravishda. Qachonki, ayniqsa ayollar, eringiz sizdan rozi bo'lmaguncha sizga baraka kelmaydi. Eringizni xursand qilmaguningizgacha, eringizni baxtiyor, baxtli qilmaguningizgacha hech qachon sizga baraka yaqinlashmaydi. Va erkaklar, qachonki ayolingizni siz ham xursand qilib, uni kayfiyatini ko'tarib, uni doim, demak, xursand bo'lib yurishiga harakat qilsangiz, demak, sizni topishingizga, umringizga, rizqingizga baraka keladi. Ana endi farzandlaringizga. Farzandlaringizdan duo oling, aziz ota-onalar. Ko'pchilik farzandidan duo olish nima ekanligini bilmasak, voyaga yetmagan farzandi bor ota-onalar, voyaga yetmagan begunoh farzandlarning duosi 100% ijobat. Ulardan doim xursand qilib, shirinliklar olib berib, sovg'alar olib berib, sayohatga olib chiqib, o'zlari istaydigan narsalarni olib berib, ana undan keyin haqqingizga duo so'rang. O'zingizni mag'firat qilishligini, haloldan boylik, mol dunyo, baxt, saodat, ilm, umringizga, rizqingizga, oilangizga baraka kelishini so'rab duo qilsin farzandingiz. Ayniqsa 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh farzandlarni, 3-4 yosh farzandlarni duosida juda ham katta gap bor. Mana shuni ko'pchilik bilmas ekan. Ulug' olimlarning aksariyati
bir xato ish qilib qo'ysa, bir gunoh ish qilib qo'ysa, darhol borib ko'chadagi yosh bolachalarning qo'liga shirinlik berib, meni haqqimga duo qiling deyotgan. Tasavvur qilyapsizmi? Yoki bir yaxshi ishga qo'l urmoqchi bo'lsa, kattaroq bir loyihaga qo'l urmoqchi bo'lsa, kattaroq tijorat qilmoqchi bo'lsa, yosh bolachalarni topib, xursand qilib haqqimga duo qiling, mana shu ishi yurishib ketsin, mana shu insonni deb duo qilinglar deb haqqiga duo so'rar. Va solih insonlarning duosi. Taqvodor, solih mo'min musulmonlarning, kasal insonlarning, bemor insonlarning, musofirlarning va tolibi ilmlarning duosi %100 mustajobdir. Ana ulardan duo olsangiz, barakani qanaqa kelishiga o'zingiz chetdan turib tomoshabin bo'lib guvoh bo'lasiz. Sizga kelayotgan barakalar. Demak, biz hayotimizga, pulimizga, rizqimizga, umrimizga, oilamizga, ilmimizga, kasb-korimizga, tijoratimizga baraka kelishini istasak, yuqoridagi mana shu 4 ta sirni mahkam ushlab, 4 ta omilga qat'iy amal qilishimiz lozim bo'lar ekan. Shunda butun hayotimiz, butun oilamiz, ilmimiz, rizqimiz, boyliklarimiz, tijoratimiz, kasb-korimizga baraka keladi. Agar biz barakali bo'lsak, yurtimiz ham barakali bo'ladi. Biz barakali bo'lsak, vatanimiz ham barakali bo'ladi. Bir paytlar bu vatan shunchalik xalqi barakali bo'lganki, bu yurtdan bir paytni o'zida 400 ga yaqin termiziylar, bir vaqtning o'zida 1000 ga yaqin buxoriylar, bir paytning o'zida yuzlab, minglab farg'oniylar, farobiylar, xorazmiylar, motrudiylar dunyoga kelgan. Va bir paytning o'zida bu yurtga kelgan barakaning natijasida Sohibqiron Amir Temur kabi insonlar dunyoga kelib, butun dunyoni boshqarganlar. Demak, biz barakali bo'lsak, xalqimiz barakali bo'lsa, vatanimiz ham barakali bo'ladi. Hammangizga barakali oylarda go'zal barakalar tilab qolaman. Ha, aytgancha muhim bir gap yodimdan chiqibdi. Kunlarning orasidagi eng barakali kun juma kuni. Oylarning orasidagi eng barakatli oy Ramazon oyidir. Kim nima ish qilmoqchi bo'lsa, bir narsa sotib olmoqchimi, uylanmoqchimi, turmushga chiqmoqchimi, uy qurmoqchimi, uy sotib olmoqchimi, tijorat qilmoqchimi, ilm olmoqchimi, nima qilmoqchisiz? Hammasini Ramazon oyida boshlang. Juma kuni boshlang, barakani ko'rasiz. Ramazonda unashtirilgan yigit va qizlar, oila qurgan yigit va qizlarning oilasida baraka bo'ladi. Ramazonda dunyoga kelgan insonlarda baraka bo'ladi. Ramazonda olingan ilmda baraka bo'ladi. Ramazonda qilingan safarda baraka bo'ladi. Hattoki Ramazonda qilingan umraga hajning savobi beriladi degan ulamolarimiz. Ramazonda olingan uyda, olingan avtomobilda, Ramazonda qilingan tijoratda juda ham ko'p barakalar bo'ladi. Demak, barakali oy tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Bundan foydalanib qoling. Ilm ulashishda davom etamiz. Yanada ko'proq barakali ilmlarni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang. Yaratgan egan nasib qilgancha, tilimizga solgancha sizlarga yanada manfaatli, foydali bo'lgan suhbatlarni qilishlikka harakat qilamiz. Qilayotgan suhbatlarimizga, eshitganlarimizga o'zi baraka bersin. Azizlar, mana shunday suhbatlarimiz bardavom bo'lishini istasangiz, yana qaysi mavzularda suhbat qilishligimizni, gapirib berishligimizni, ilm ulashishligimizni istaysiz? Marhamat, izohlarda o'zingizni, fikringizni, sizni qiziqtirgan savollar va mavzularni yozib keting.